Erta 2025 yil 10 dekabrda RTV kanalida Marjona serialining ko'p kutgan 22 qismi chiqadi va bu mavsumning eng ta'sirli bo'limi bo'lishiga ishonaman. Serial o'zbek televideniyesidagi eng samimiy va eng rostgo'y loyiha sifatida yuqori darajada qolyapti. Bu yerda sun'iy ko'z yoshi va karton qahramonlar yo'q, faqat tirik odamlar bor, ularni bariga bosib, himoya qilging keladi. Marjona bu qismda oddiy yaxshi qiz rolida qolmaydi, u oila va jamiyatning eski qoidalariga ochiq qarshi chiqadi. Uning sokin, lekin qat'iy isyoni, an'analar qafasida o'zini his qilgan har bir inson uchun haqiqiy katarsis. Aktyorlik o'yini baland cho'qqida, qahramonning ko'zlari har qanday monologdan ko'proq gapiradi, ikkinchi plan qahramonlari nihoyat eng yaxshi sahnalarni oladi. Operatorlik ishi yanada noziklashgan, har bir kadr rasmdagi soundtrek yurakni rom qiladi. Agar hali Marjona bilan bo'lmagan bo'lsangiz, 22 qism bu serialga bir umrga oshiq bo'lish uchun ideal lahza. Erta RTVda prime time'da o'tkazib yubormang, og'riqli, chiroyli va juda haqiqiy bo'ladi.